Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Aynajjou. Savolim quyidagicha. Barchamizga ma'lumki, qiyomatdan oldin Dajjal chiqadi. Savol: qanday qilib va nima uchun unga hukmronlik, dunyoni boshqarishlik imkoni beriladi? Va nega aynan u bu ish uchun tanlangan? Kechirasiz, qiyomatdan oldin nima chiqadi dedingiz? Dajjal. Dajjolmi? Qiyomatdan oldin Dajjal chiqadi. Keyin nima dedingiz? Nima uchun unga yer yuzida hukmronlik qilish imkoni beriladi? Xo'p, nega Dajjolga dunyoda hukmronlik qilish imkoni beriladi? Buning javobi Dajjolning chiqishini batafsil bayon qiluvchi bir qator hadislarda keltirilgan. Nega Dajjolga dunyoda hukmronlik qilish imkoni beriladi? Qisqa qilib javob beradigan bo'lsak, bu Allohning hikmati, irodasidir. Va Alloh o'ta bilguvchi, hakim zotdir. Misol uchun siz nima uchun Alloh shaytonga ma'lum miqdorda hukmronlik berdi deb so'rashingiz mumkin. Bu borada Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi: Iblis, menga ular qayta tiriltiriladigan kungacha muhlat ber dedi. Shunda u zot: albatta sen muhlat berilganlardansan dedi. Shunda Iblis: meni yo'ldan ozdirganing sababli albatta ularning hammasini yo'ldan ozdiraman dedi. Shunda u zot: albatta senga bandalarim ustidan hukmronlik yo'qdir. Senga ergashgan gumrohlargina mustasno dedi. Singlim, hayotimiz sinov hayotidir. Dajjal ham mana shunday ulkan sinovlardan biri. Ko'pgina hadislarda Dajjal qiyomat soatidan oldin zohir bo'lishi aytilgan. Alloh taolo kishilarni sinash uchun Dajjalga turli narsalarni berib qo'yadi. Jumladan, u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra xudolik da'vosini qiladi. Rasululloh alayhissalom qay bir nabiy bo'lsa-ki, albatta o'z ummatini g'ilay kazzobdan ogohlantirgandir. Ogoh bo'linglar, albatta u g'ilaydir, albatta Robbingiz g'ilay emasdir. Uning ikki ko'zi orasiga kafaro, ya'ni kofir deb yozilgandir. Buni har bir musulmon o'qiydir dedilar. Dajjal chiqqach, avvalo payg'ambarlikni da'vo qiladi. Keyin o'zini ibodat qiladigan Alloh deb e'lon qiladi. Shundan so'ng turli fitnali mo'jizalar ko'rsatishni boshlaydi. Aslida ular Alloh taolo bandalarini sinash uchun yuborgan fitna sinovlar bo'ladi. Bu hodisalarni ko'rib, mu'minning iymoni ziyodalashsa, kofir zalolatga chuqurroq botadi. Unga ergashganlar esa halok bo'ladilar. Demak, Alloh mu'minlarni sinash uchun Dajjalga ma'lum bir hukmronlikni berib qo'yadi. Bunday sinovdan faqat iymoni sobit bandalargina o'ta olishadi. Umid qilaman, savolingizga javob bera oldim.